Do'stlarlar, har doimgidek Alisher Y999 BM va bugun do'stlar sizlar bilan har doimgidek Car Parking o'yinini o'ynaymiz. Car Parkingda bugun sizlarga va'da berganimdek rozigrish qilaman degandim va soat 5 dan 15 ta o'tibdi. Ko'plar 5 dan 20 tada 5:30 da kiring dedi. Shuning uchun hozir O'zbekiston serveriga kiramiz va o'yinchilardan so'raymiz, kim mening obunachim ekan. Hozir kiramiz va so'rab chiqamiz. Agar kimdir bizga obuna bo'lgan bo'lsa, mashinani $1 sotamiz. Va do'stlar, ketdik. Yaqinlashib ham oldik. CLS banan bor ekan. Endi so'raymiz do'stlar. Hammaga salom. Do'stlar, kim menga obuna bosgan, shunga mana shu mashinani berib yuboramiz. Endi hamma o'yinchidan so'raymiz. Qani kimlar yozar ekan menda? Yo'q, bu alternativ shekilli. Qani kim obuna bosgan ekan? Men deb yozibdi. Qayerdasiz deb yozamiz. Yo. Hozir birdaniga unga abonent $1 sotamiz. Mana bizning bitta omadli o'yinchimiz chiqdi. Va uning ismi nima ekan? Uning ismi 777 MFC ekan. To'xtanglar, yana bitta so'rab ko'raylik, oxirgi marta. Mana shu kishi bizga obuna bosgan ekan va unga tashlab beramiz mashinani. Mana va mashina sotildi. Sotilmabdi, to'xtanglar. Men mashina sotishim kerak. Unga pul boribdi. Va unga mashina sotamiz. Mana bo'ldi do'stlar, bu mashina ham tugadi. Endi bu kishiga 5 million so'm pul beramiz.
Yo'q, hozir bo'lmas ekan. Aka bizni kuzatib boring. Hali yana mashinalarimiz ko'p. Qani atvet qaytararmikan? Mayli, ungacha biz yana sayr qilib turamiz. Va ana do'stlar, mana bu mashinamiz ham o'yinda yutib olindi. Lekin hali ko'p ishtirokchilar kirmagan ekan. Yana do'stlar 2 kundan keyin yana bitta razыгрыш qilamiz. Unga qaysi mashinani qo'yishimizni hozir qarab ko'ramiz. Lekin uni ham motori 1695 ot kuchi bo'ladi. Unda siz yutib olishingiz ham mumkin. Ha, aynan siz. Masalan CLS yoki mana keyingi o'yinga mana shu gelikni qo'yamiz. Uning motori ham kuchli, ot kuchlari. Ot kuchi ham yetarlicha buning ham mana 1576 ga 7000 ta ot kuchi. Lekin bunga ham poygada mumkin emas poyga o'ynash, lekin ko'ngilli narsalar qo'yilgan. Zo'r gelik. Buni hozir bitta moyka qilamizda keyingi o'yinga tayyorlaymiz. Va keyingi o'yinimizda menga yana obuna bo'lgan odamlarning 3 tasiga 5 million so'mdan o'yinning pulida tarqatamiz. Qani kimga tushar ekan? Siz hozir kanalimizda yangi bo'lsangiz, malol kelmasa like bosib obuna qo'ying, biz siz uchun harakatdamiz. Gelik sal drift korchiroq, drift yaxshi qiladi. Drift mashinada bu pashti. Mana bu moyka qilindi. Va mashina qop-qora yangiday bo'ldi. Endi buni haydaymiz. Mana buni salonlari ham bor. Обновлениедagi mashina. Oy, drift qilishni juda yaxshi ko'radi. Biz yangi shina qo'yamiz, juda ham drift qilmaydi. Mana shinalar yaxshi ahvolda debdi. Endi bitta remont qilamiz. Mashinani ham to'g'irladik ham. Mana bu mashina endi razыгрышga o'yinga qo'yilishga tayyor turibdi. Sosteniyalari ideal, hammasi chotki, vyxlopi to'rttalik. Mana bu yerda ikkita, u yerda ikkita. Tormozlar qip-qizil. Salonga o'tadigan bo'lsak, salonda ham mazza. Salon yoqmaydigan narsalar uning o'zi yo'q. Mana speedometer hammasi bor. Mana ekran, monitor, konditsioner hammasi ishlaydi. Va mashinadan tushib, mashinaning orqasiga oldiga minsa ham bo'ladi va yana odamga joy qolmasa orqasiga chiqib olsa ham bo'ladi mana. Gelik. Buni biz o'yinga qo'yamiz. Yana yaxshi tomonlari buni tezligi zo'r. Drift ham qiladi. Do'stlar, yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Malol kelmasa, keyingi videoda ko'rishamiz. Keyingi videoda mana shu mashinani aynan siz yutib olishingiz mumkin. Hammaga xayr do'stlar. Like bosib obuna bo'linglar. Hammaga xayr.